Assalomu alaykum ahli YouTube aka ukalar ag'ayinlar. Bir tane like'ni basıp gumburlatib gruppa podelitsa qilingizlar. Aynalar şu video savxoz vag'sh deymi? Şu yerlarga barsın. Like'ni basingizlar, ana şu savxoz vag'sh ham like'ga javulib qolsin. Aynalar. Pazar günden başlap, Xudo xolasa, ta fevralning 10-sigacha yo'q, shu bir hafta. Bir hafta yaxshi. Bu shu bozordan nari bozor kungacha. Aynen. Skidka 1900 so'm. 1900 so'm inshaalloh Xudo xolasa. Lekin telefon qilib kelsinlar. Biz ham har yerda jiramiz, odammiz, to'y, insonmiz da, to'y bor, maraka bor, boramiz. Telefon qilib kelaversinlar. 1900 dur bizde. 1900. Hani yetten Xudo xolasa bu video yetti bilin chiqadi. Pazar kun. Pazar kundan pazar kungacha. Bir hafta. Üst etdingizlar aynalar. Bu yerdeki hamma narsa bor. Zubloy bor, женский vrach bor, urolog bor, pediatr bor, hamma narsa shu yerda bor. Shu yerda bor. Keyin bo'yningiz og'risa ham hammangizni kelaveringizlar. Nima deyman? Jonlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Barchalaringizni Alloh o'z panohida asrasin. Nahaz suratini qo'yib o'tamiz. Mana shu aynamız bir aynadan qarzdor. Ko'p pul emas. Endi bu aynani sökmeymen. Hala nima deydi? Val urilmaydi paka. Yaxshi atqa bir xamchi, jamon atqa deydi, men xamchi deyman. Men xamchi ursam ham shu jamon bo'laveradi. Ag'ayin aynajon pulni bering. Pulni bermasangiz keyingi videoda chataq bo'ladi. Chataq gaplar bo'ladi. Men sizga 2 hafta, 3 hafta oldin aytdim. Ayna pulni ber, bo'lmasam video chiqaraman degan edim. Hali bu so'gish emas. Keyin ondan keyin nashu daraxtlarning biroviga baylab turib valdi urgandan keyin achchiq qalampirda urib ishib turib valdi urgandan keyin jiresiz. Keyin kirerga joy topmay. Endi bu yaxshi insonning farzandi bo'lsa kerak. Agar shuni videomizni ata yenileri ko'rsa, shu bolas Tojikistonda yetten beraman, bir gün beraman, bir haftadan keyin beraman, juma kuni, shanba kuni men jumalikdaman ya bo'lmasam jinozadaman deb shutib ketib qilib jiribdi. Ag'ayin agar bo'lmasa aytgan, "Yo'q mening pulim" deb ayt. Bera olmayman, sharoitim shunday og'ir deb aytgan. Birovni umidlar qilmag'in. Xizmatingni qildimi? Pulingni bergin. Pulni bera olmaysanmi? Ko'tingni qisib qana aytgan, "Ayna men pulim yo'q, sharoiting bo'lmasa tushuntirgin." Shu inson ham tushunadi. Jonlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana shu videoni mana shu balaning atasiga jiberib qo'yingizlar, ko'rsin. Keyin balasiga ham aytadi, "O balam pulni ber" deb turib. Jamon gapirgan jo'qmiz. O'zlaringiz asrangizlar. Ketdik.